Endigi navbatdagi yo'l yo'rig'imiz bu elektr xavfsizligi qoidalariga bag'ishlanadi. Yana bir karra aytib o'tmoqchimiz, bu xodimning ish bajarishdagi lavozim yoki kasbiga oid yo'riqnoma emas. Bu faqatgina xodim ishga kirayotganda unga berilayotgan birlamchi yo'riqnomalardan iborat. Mana shu birlamchi yo'riqnomada xodim uchun elektr xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirib o'tmoqdamiz. Bizning sohamiz telekommunikatsiya sohasi. Albatta, telekommunikatsiya qurilmalari elektr ta'minoti ostida ishlaydi. Elektr qurilmalar bizning kasbimizda, bizning ishimizda juda ko'p qo'llaniladi. Shu bilan birgalikda o'z o'rnida bu elektr xavfsizligi qoidalarini yaxshi bilish va mana shu qoidalarni ish jarayonida tatbiq etishni talabini kuchaytiradi. Elektr xavfsizligining qoidalarining eng birinchi talabi elektr uskuna qurilmalarining yaroqliligini tekshirib ish boshlash. Unga keladigan elektr jihozlarini, unga keladigan elektr tokini, unga keladigan elektr kabellarning yaroqli ekanligi va tegishli talablarga javob bera olishini bilgan holda ishni tashkil etish. Mana shunda biz o'zimizning elektr xavfsizligi qoidalariga to'liq amal qilib ish boshlayotganimizni ta'minlagan bo'lamiz. Shunday qurilmalarimiz borki, ulardan foydalanishda albatta shaxsiy himoya vositalari, dielektrik shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish talab etiladi. Bu dielektrik shaxsiy himoya vositalari asosiy va qo'shimcha turlarga bo'linadi. Asosiy dielektrik himoya vositalari, shaxsiy himoya vositalari ish o'rinlarida bo'lishi shart. Lekin qo'shimcha himoya vositalaridan foydalanganimiz nur ustiga a'lo nur bo'laveradi. Bu o'zimizning elektr tokidan jarohatlanishimizni oldini olgan bo'ladi. Alohida murojaat qilmoqchiman. Bunda telekommunikatsiya tarmoqlarini tortishda, elektr uzatish havo liniyalari bilan oraliq masofalarni to'g'ri saqlash va hosil bo'lishi mumkin bo'lgan xavfli kesishmalarni oldini olishga qaratilgan tadbirlarga jiddiy e'tibor berish talab etiladi. Har bir korxona va tashkilotlarda elektr qurilmalari, elektr jihozlari va elektr xo'jaligiga mas'ul xodimlar tayinlangan. Shuni alohida e'tiborga olishingizni so'rayman. Elektr qurilmalarida, elektr tizimlarida va elektr jihozlarida nosozlik yuzaga kelganda o'zboshimchalik bilan uni bartaraf etishga shoshilmang. U sizning ishingiz emas. Buning uchun alohida tayinlangan xodimlar mavjud va ular o'zlarining vazifalarini bajaradilar. Bu bilan siz ishxonada, korxonada, tashkilotlarda elektr toki bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarni oldini olgan bo'lasiz. Ya'ni o'zingizning lavozim yo'riqnomangizda belgilangan ishdan tashqari ishga qilishga urinmang. Buni faqatgina o'sha ishni qilishga mas'ul bo'lgan xodimlar bajarganlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Mutaxassis sifatida yana shuni aytib o'tishni o'zimning burchim deb bilaman. Elektr toki ta'siriga tushgan odamga to'g'ri yordam ko'rsatishni bilishingiz shart. Noto'g'ri yordam ko'rsatish oqibatida o'zingiz ham elektr toki ta'siriga tushib jarohatlanishingiz mumkin. Shuning uchun alohida talab etiladi elektr tokidan to'g'ri xalos etish yoki elektr toki manbaini o'chirish. Ana undan keyingina jarohatlangan odamga yordam berishni boshlash kerak. Elektr toki ta'sirida jarohatlangan odamga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatishni alohida ko'rsatib o'tamiz. Yuqorida aytib o'tdik. O'zbekiston Respublikasining barcha korxona va tashkilotlarida mehnatni muhofaza qilish ishlari va faoliyati O'zbekiston Respublikasining mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonuni talablari asosida amalga oshiriladi va nazorat qilinadi. O'zbekiston Respublikasi mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunining 22 va 23 moddalarida ish beruvchi va xodim o'rtasida mehnatni muhofaza qilish sohasida majburiyatlari, huquqlari va vazifalari belgilangan. Hozir esa mana shu korxona va tashkilotlarda xodimning mehnatni muhofaza qilish sohasidagi majburiyatlari to'g'risida quyida suhbatlashib o'tamiz.